Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga serverga kirishni ko'rsatib, o'rgatib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib play bosamiz. Albatta bu telefonda serverning ustiga bosasiz va server 3 rus bosasiz. Buning ustiga va join server deganiga bosasiz. Kodini ham ko'rsataman. Hozir kirib olsin. Ko'pincha kod ham so'ramaydi. Bu siz uchun foydali video. Agar mana shu serverga kirganingizda kod so'rasa 5 ta 5 yozsanglar kirasizlar serverga. 5 ta 5 server kodi. Mana men kirib oldim. Oldin kodini terganman, shuning uchun kirdi. Server. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, 20 ta obunachi bo'laylik, iltimos. Sizlardan so'raydigan narsam atigi 20 ta obunachi. 50 ta obunachi bo'lsak, jonli efir qilaman. O'yin ham ko'rsaman, yutqizib qo'ysam, xafa bo'lmanglar iltimos. Endi xafa bo'ladigan narsa emas, endi aytaman-da. Bu yerda jang ketadi. O'tganga bitta tangi bo'lsa kerak mana. Mana shu sekund sanaladi. Mana yutqizib qo'ydim. Respawnni bosasiz va yana qaytadan tirilib kelaverasiz. Men yaqinda bitta Minecraft bo'yicha bitta video chiqarmoqchiman va uni nomini ayta olmayman. O'sha videoni ko'rganingizda bilib olasiz. Iltimos jigarlar, 20 ta obunachi bo'laylik kanalimizda. Paddishga deb turinglar. Ko'tarilib ketaylik biza. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishamiz.